Uyg'ur xalq dostonlaridagi Uyg'ur ruhi. Nihoyatda uzun zamonlardan eqib keladigan doston eposlar bizni ajdodlarimiz bilan ham suhbat qila oladigan bir rishtadir. Shundaqla otalarni va bizni avlodlarimizga ulaydigan jonliq miroslarimizdir. Mangu toshlar bizga yeziq shakli bilan bovularimizning tarixidan uchirib berdi. Ağzaki dastan kuylar bo'lsa, ularning shodlik va faryod aralashgan tragediyalik qismatlarini marsiya o'qish bilan xotirlaydi. Poyonsiz cho'lda ketayotgan qo'shinning holati eg'ir ohanglar bilan ko'zimizga ko'rinsa, otlarning kishnash, odamlarning g'azablik tovlash va cho'qonlari dastonchining faryod qiyoslari bilan avlodlarga anglanib turdi. Dap gardishining g'azablik urilishi bilan tomirlardagi sovugan qonlar kuchlik ritm bilan aylanishga boshlaydi. Dushmanning hilisi, do'stning sotqinligi, qahramonning o'lim oldidagi orzu tilaklari, daston misralaridagi armonlar, qon yig'layotgan ohanglar bilan bizni ixtiyorsiz yosh to'kkizadi. Ular nima uchun shunchalik sehriy quvvatga ega? Yunnan afsonalari va rivoyatlari hamda Homer dostonlari Yunnanlıqlar beshidan o'tkazgan urushlarni epos shaklida ifodalagandek, Uyg'ur xalq dostonlaridagi voqealiklarmi ota-bovlarimizning dushmanga qarshi kurash jarayonidagi haqiqiy bayonlaridir. Qadimki xalqlarda ağzaki edebiyat, tarix xotirlash usulida qo'llanilgan. Shundaqla nurg'unlagan tarixiy ma'lumotlar mushu shakl bilanla bugunga yetib keladigan. Ana shu reallikni manba qilgan xalq doston naqshlarining o'lmas hayotiy kuchi, ularning shu tarixiy voqealar sababi bilan dunyoga kelganligida. Ular qandaqdir naqshchi shoirning ilhomi bilanla yezilib qolgan emas. Shuna bu chin voqeaning tragediya kuchi mangu o'lmaydi. Eg'izdan eg'izga doston bo'lib kelalaydi. Qumul 12 muqomi Sharqiy Turkistondagi boshqa muqomlardan xeyli keyin muqom shakliga keltirilgan va aslidagi doston epos shaklini yaqinqi yillargacha saqlab kelgan. Chunki qumul muqomlari doston eposlardagi ma'lum jangnomini asos qiladigan alohidlikini hozirgacha saqlab qolgan va muqom tekstlarini realniy voqealiklar bilan beyitib kelgan. Bu jihatda bugungi davrdosh muqomlarga qaraganda an'anaga ko'proq varislik qila olgan. Bu tarixchi va muqomshunoslarning Qumul 12 muqomining qaysi tarixiy voqealiklarni asos qilganligini izlanib beqishida qimmatlik oxirgi fursat. Epos dostonining bugungi yana bir xil otilish shakli, u hajm jihatdan mukammallikni saqlab qola olgan dostonlarni atashga ishlatiladi. Undaqda Qumul dostonlari nima uchun bu mukammallikni saqlab qola olmagan? Daston minglagan misralardan tuzilgan eg'zoki bayonni asos qiladigan varislardan nurg'un chidam va mas'uliyatni talab qiladigan adabiyot shakli. Buningga varislik qilish cho'qimki nurg'un ajr va zehn talab qiladi. Qumul muqomlari aslida ilgiriki bir necha mustaqil doston yoki epos shaklida aytilib kelgan. Keyin muqomdan iborat bu yurishlik muzika o'qimi Sharqiy Turkistonda umumlashgandan keyin ilgiriki dostonlar muqom shaklida o'rinlangan. Biroq bugungi kunga yetib kelguncha ularning aslidagi mukammal tekstlarga nurg'un boshqa mazmundagi tekstlar qo'shilib qolgan. Muqom shaklini ma'lum tarafdan saqlash zaruriyati bilan ba'zi tekstlar qistirulgan. Dastonning asli mazmunidan ba'zilari tushib qolgan. Shundaq sabablardan mukammal mazmuni yo'qolishga qarab yuzlangan.
dastanning asli mukammalligini qo'g'lishish o'rniga muqamning bir yurish tartibini asos qilish zaruriyati tug'ilgan. Yana bir tarafdan daston eposlarimizning varislari bo'lgan muqamchilarimiz har bir davrning vakillari bo'lg'ashqa, ular muqam o'g'inish va aytish jarayonida cho'qimki o'zining o'y xiyoli va so'rin ehtiyojini chiqish qilib ba'zi tekstlarni o'zgartib yoki ba'zi mazmunlarni qistirib aytishi ehtimollikdan yiroq emas. Buningga qumul dastonlari muqam shakliga kelib bo'lgandan keyinmi uzluksiz qistirilib kelayotgan yaqinqi zamon tekstlari va ba'zi xalq naqshilaridagi Xitoy ishg'oliyatidan keyingi mazmunlar misol bo'la oladi. Yana qumul muqomlaridagi ba'zi tekst va ohanglarning o'zaro almashib aytilib qelish hodisasi yuqorqi gumonimizni dalillaydi. Uyg'ur xalq dastonlarining muhim alohidligidan biri uning g'oyiviylashtirilan obrazlardan xoli ekanligida. Mayli dunyoviy eposlar yoki boshqa yerlardagi xalq dastonlarida bo'lsin, dastondagi qahramonlarga ma'lum diniy obrazlar yoki afsonaviy qahramonlar yetakchilik qiladi. Ularning mushkulotlarni yengishga yordam berdi. Uyg'ur xalq dastonlarining alohidligi bo'lsa, dastondagi qahramon faqat o'zining haqiqiy turmushi bilan bayon qilinadi. Ular mushkulotlarga uchrasimi, uningga yordam beradigan ilohiy obrazlar bo'lmaydi. Mayli g'alibi yoki tragediyalik mag'lubiyat bo'lsin, cho'qim haqiqiy voqelikni asos qiladi. Bu nuqtadami qumul dastonlari haqiqiy tarixning sop shaklida keyingilarga qoldirilgan qimmatli merosi bo'la oladi. Yavru Osiyodagi eposshunoslar aytgandek, Shia ta'siri va sofistik diniy ongning O'rta Osiyo dastonlaridagi yetakchilik qimmati zo'r bo'lsa-mu, biroq qumul dastonlarida bu xil diniy ta'sir asosan yo'q bo'lib, bu ularning tarixiy qimmatidagi yana bir alohida ilmiy qimmat bo'la oladi. Ketganlar ketkili nihoyatda uzun bo'ldi. Ularning jismi kangri cho'llarning qo'ynida yoki poyonsiz tog'larning bag'rida mangulik aromiga yetdi. Ammo ularning armon orzulari shu zamonlardan ta bugunga qadar xalqimiz orasida naqshi daston bo'lib aytilib kelyapti. Ularga bo'lgan duo tilak, salom seg'inishlar dal mushu shakl bilan davomlashyapti. Yiroqda qolgan ajdodlarimiz bilan bugungi avlodimiz o'ttirsidagi so'zlashish faqat mushu shaklda amalga osha oladi. Bovlarning jismi tuproqqa aylanib ketgan bo'lsa-mu, biroq dastonlarimiz bilan navrlariga pichirlay oladi.